Qurilish materiallarini arzon olish uchun endi bozorga borishda hojat yo'q. Akalarimiz yangilik qilib qo'yishgan. Telegram orqali poyezd berish, stroy order deb poyezd beradigan bo'lsalar, ro'yxatdan o'tadigan bo'lsalar, ham narsa sotsangiz bo'ladi, ham narsa xarid qilsalaring bo'ladi. Akamizdan bir boshdan to'liqroq ma'lumotlar olib o'tamiz. Qanaqa holatda foydalansak bo'ladi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli Ro'shan TV'ning obunachilari. Biz aynan ana shu qurilish sohasi uchun ozgina yangilik qilganmiz. Ya'ni o'sha qurilish sohasida ishlab chiqaruvchi akalarimiz va qurilish sohasida ishlaydigan usta akalarimiz bog'lab beruvchi bir dasturiy bot. Ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchi akalarimiz va ustalarni bog'lab beradigan, ya'ni qanday bog'laydi? Masalan, bu ro'yxatdan o'tishga kirishadi. O'zini sohalari bor yoki masalan ishlab chiqaruvchilar sotuvchi bo'lib kiradi. Ya'ni sotuvchi akalarimiz sotuvchi bo'lib ro'yxatdan o'tishadi. Ya'ni mijozlarimiz, masalan usta akalarimiz o'zi mijoz bo'lib o'tishadi. Xaridor bo'lib kirishadi. O'sha yerda o'ziga kerakli mahsulotni, ya'ni kategoriyalarga ajratilgan ichida kimga nima kerak bo'lsa qurilish sohasida o'sha kategoriya bo'yicha yoziladi va jo'natiladi. Ya'ni o'sha kategoriya bo'yicha masalan beton sohasi yoki eshik rom sohasi yoki bo'lmasa taxta sohasiga kirib yozadigan bo'lsa, o'sha ro'yxatda o'tgan sotuvchilarga borib tushadi buyurtmasi. Zaifga tushadi. Keyin buni realniy masalan 10 ta do'kondan 7 tasi aynan bugungi realniy narxini yozib xaridorga yuborishadi. Rasmlari, narxlari, lokatsiyalari bilan tashlab beriladi. Shunday qilib berishadi. Keyin bu yerda masalan yana savol tug'ilishi mumkin. Masalan, raqobatchilik nima deydi? Raqobatchilik ko'rinadimi yoki bir-birini tushunmovchilik kelib chiqadi degan nimaga yechim topganmiz. Ya'ni bu yerda har bitta do'kon o'zini mahsulotini, narxini masalan 7 kishi yozib bersa, ular bir-birini narxini ko'rmaydi. Demak, raqobatchilar bir-birini narxini ko'rmaydi. Yopiq raqobat bo'ladi. Masalan, klient hamisha sifatli, arzonroq mahsulot olishni xohlaydi. Ya'ni klient uyida turib bemalol masalan o'zini hududidagi qurilish mahsulotlarini qayerda sifatli va arzonroq narxni topishi mumkin. Demak, dastlabkilar bilan topishi mumkin. Ya'ni qaysi bir do'konni mahsuloti yoki narxi ma'qul kelsa, har bittasini tagida buyurtma qilish degan narsa chiqib turadi. Shu buyurtma qilishni bosadi, o'sha do'konchiga yoki sotuv kompaniyasiga tushadi buyurtma. Shunda haligi kompaniyani yoki sexni nomeri, lokatsiyasi klientga kelib chiqadi. Klientga o'sha zavodda o'sha sotuvchi akalarimizga chiqadi. Ya'ni bu yerda hech kim bir-birini erkin narxini ko'rmaydi. Sotuvchilar faqat klient ko'radi xolos. Demak, xaridor reka kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha qurilish materiallaridan rekani tanlaydi. 5 xil narx chiqadi. Eng arzon tanlab bemalol xarid qilaveradi. Shunaqa. Demak, o'sha optim joylarda bu programmamiz ajratib beradi, platformamiz. Demak, afzalligi ko'p. Misol, tunika fonchi usta bo'lishi mumkin va eshik rom, yumshoq mebelchi usta bo'lishi mumkin. Reka ishlaydi. Demak, qurilish sohasi bo'yicha hamma narsa bor. Sement deyshadimi, shifr deydimi, tunika deydimi, hamma narsani topsa bo'ladi. O'sha ichiga kirib, ro'yxatdan o'tib o'zini kategoriyalarga bo'lingan, ya'ni sohalarga metal sohasi, eshik rom sohasi, yog'och sohasi, hattoki o'sha shag'al, shiben tashiydigan yoki qum tashiydiganlargacha alohida berilgan. Ya'ni bu qurilishga kerak, sohaga kerak narsalar bular. Ya'ni o'sha masalan Kamazda, Zilda yoki boshqada toshib beradigan akalarimizdan sotuvchi bo'lib foydalanishi mumkin bemalol. Demak, xalqimiz uchun ikki tomonlama foyda. Sotuvchilar uchun ham, oluvchilar uchun ham bir-birini bog'lab beradi. Ya'ni realniy vaqtda. Demak, o'sha hozirgi bo'layotgan kursdagi narxlarda. Ya'ni masalan bazadan olib hisoblanmaydi. Ya'ni klient yozgan narx, so'ragan narsasini u kompaniya ishlab chiqaruvchi yoki bir sotuvchi akamiz aynan bugungi realniy narxini yozadi. Chunki masalan tushunmovchilik bo'lishi mumkin-da bazada ishlasa. Chunki kurslar o'zgarib ketib, narx o'sib ketib qolsa, klientga, do'konchiga yoki bizning botimizga ishonchsizlik paydo bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olgan holatda realniy narxini yozishi kerak.
kerak bo'ladi. kerak bo'ladi. Endi bu hozirda yangilik bo'lib turibdi. Zo'r narsa. Endi bu narsani foydalanishni bilsak bo'ldi. Juda ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Siz Namangandan bo'lsangiz, eng arzon darvozalarni bemalol Namanganda, uyingiz atrofingizda ustalar chiqarib beradi. O'zini hududi. Endi siz Toshkentdan bo'lsangiz, Toshkent, Vohadan bo'lsangiz, Voha. Demak, bu platformamiz 12 ta viloyat bo'ylab ishlaydi. 12 ta viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi ham foydalanishi Ha, mumkin. demak, qo'shni Qoraqalpog'iston. davlatdagilar ham foydalansa Ha, bo'ladi. endi Qoraqalpog'iston o'zimizda avtonom Mhm. respublika bo'lganligi Aha. uchun ham foydalanishi mumkin. Aha. Endi kelajakda Xudo xohlasa, buni kattaroq dasturga aylantirib, Aylantirib. platformaga aylantirib, Mhm. yana ham ko'proq imkoniyatlarni qo'shib, qo'shni respublikalar, masalan, Qozog'istonga, Qirg'iziston, Qirg'izistonga, Tojikistonga Foydalansa ham foydalanishga Topshiramiz. harakat qilmoqchimiz. Iltimos. Chunki Aha. gapingizni oldim. Buni ichida 3 xil tilda yozilgan. Aha. Masalan, o'zbekcha, o'zbek Hop. odam o'zbekchani tanlab oladi. Ruschani biladigan odam ruschani tanlab oladi yoki tojikcha. Mhm. Tojikchasi ham bor. Tojikchadan ham bemalol ro'yxatdan foydalanish mumkin. Ha, demak, hozircha 3 ta tilimiz bor. 3 ta tilda foydalanamiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tish hozirgi kunda bepulmi aka? Do'kon egalariga? Albatta, hozirgi kunda ro'yxatdan o'tib foydalanish, ya'ni o'zini savdolarini oshirish yoki sinab ko'rish maqsadida o'tib ko'rishsa ham bemalol tekinga foydalanish mumkin. Mumkin, hozirgi Mumkin. holat. Mabodo agar shu Telegram botimizga tushunmaganlar bo'ladigan bo'lsa, nomeringizni qoldirsak, Telegram dichkangizni qoldirsak, o'zingiz video syomkalarni va tushuntirish qilib tashlab beraverasiz. Ekran zapis qilib. Chunki bu narsa o'zi oddiy qilingan. Aha. Masalan, Tushunarli bo'ladi. tushunarli, o'zi masalan o'ziga mos narsani tanlagan sari u bot o'zi avtomatik o'sha nimalarni berib boraveradi, uslugalarni. O'sha ro'yxatdan o'tadi, masalan, Farg'ona viloyati bo'lsa, Farg'ona viloyat, Uchko'prik tumani yoki Bog'dod tumani xohlagan qayerda yashayotgan bo'lsa, o'sha yerdan o'tishi mumkin. Sotuvchi akalarimiz ham, quruvchi akalarimiz ham o'zini hududidan ro'yxatdan o'tadi. O'taveradi. Ha, keyin ichida masalan lokatsiya o'zgartirish anaqalari bor. Lokatsiyani ham o'zgartirish mumkin yoki bo'lmasam buni ichida rolni o'zgartirish degan narsasi bor. Ya'ni sotuvchi bo'lgan akalarimiz ham boshqa o'zi umuman boshqa sohaga buyurtma qilmoqchi bo'lsa ham, masalan, temir sohasida ishlaydigan akamiz, sotuvchi bo'lgan akamiz yog'ochga buyurtma qilishi mumkin. Ha, Ya'ni rolni o'zgartirib, mijoz bo'lib almashtirishi ham mumkin. Demak, o'zgartirishaveradi. O'zgartirib, ular ham buyurtma qilib foydalanishi mumkin. Aha. Zo'r. Endi agar tushunmaydigan bo'lsangiz, aytganimizdek nomerlarni qoldiramiz. Bu platformadan foydalanib ko'ring, chunki hozir kunda adashmasam 50 tadan ortiq odam foydalanyapti. Keyinchalik bu millionlar odam foydalanadi, xudo xolasa kutilyapti bu narsa. Aha. Nomerlarni qoldiramiz. Shunaqa platformadan foydalanadigan bo'lsangiz, anchagina sizga manfaatli bo'ladi.